Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda nasib bo'lsa, veb sahifani ishlash tartibini, mexanizmini qisqacha qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. O'zi bu balki endi veb sahifani yozishni o'rganayotgan kishilar uchun murakkab mavzudir. Shuning uchun judayam chuqur o'rganmaymiz. Qisqacha qilib, oddiy, tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'sh, bugungi darsimizga o'tamiz. Darsliklar sahifasi HTML, CSS va bugun 5-mavzu veb qanday ishlaydi deb nomladik. Buni tushuntirish uchun bitta rasm tanladim. Menimcha shu rasm orqali osongina tushunib olsak bo'ladi. Xo'sh, oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek, veb sahifa, yozilgan veb sahifa bu brauzerda ochiladi. Ya'ni brauzer o'sha maxsus texnologiya bo'lib, veb sahifalarni ochish uchun xizmat qiladi. Ya'ni yozilgan kodni HTML bo'lsin, CSS, o'sha JavaScript kodni tushuna oladigan mashina. Xo'sh, bu brauzer, foydalanuvchi ishlatadigan brauzer dasturchilar tilida klient deb nomlanadi, ya'ni mijoz, veb sahifani ishlatadigan mijoz. Mana bu rasmda ko'rib turibsiz. Bir foydalanuvchi noutbukidan brauzer orqali veb sahifani ochmoqchi qanaqadir va brauzerni o'sha veb sahifani adresi kiritiladigan joyga veb sahifaning nomini kirityapti. Keling, mana bu yerda mana o'zimiz ham qaysidir veb sahifani ochganmiz. Ushbu holatda men o'zimizni Xorazmiy avlodlar akademiyasi veb sahifasini yozganman. Adresini, ya'ni manzilini kiritganman va buni tasdiqlashi bilan veb serverga, ya'ni o'sha veb sahifa joylashgan serverga HTTP request jo'natiladi. Ya'ni request degani bu so'rovnoma ingliz tilida. Menga mana shu veb sahifani yuklab ber degan ma'noda so'rovnoma jo'natiladi. Bu o'sha internet tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Ya'ni anaqada yana turli xizmatlar bor. Bu orada o'sha so'rovnomani qabul qilib, o'sha maxsus serverlar bor. U yerda o'sha veb sahifaning nomlari va joylashgan manzillari haqida ma'lumotlar kiritilgan. O'sha ma'lumotlar jadvalini tekshirib chiqib, biz so'rayotgan veb sahifaning joylashgan manzilini topib, so'rovnomani o'sha serverga jo'natib yuboradigan. Bu orada boshqa maxsus xizmatlar bor. Boya aytib o'tganimdek, bu juda ham chuqur mavzu, shuning uchun unga chuqur kirish niyatim yo'q. Murakkab bo'lib ketmasligi uchun. Xullas, o'sha so'rovnomamiz shu xizmatlarning ko'rsatgan xizmatlari orqali veb serverga yetib boradi. Veb server HTTP response mana bu yerda. Response degani inglizchadan o'zbekchaga javob. Ya'ni o'sha jo'natilgan so'rovnomaga berilgan javob deb tarjima qilsak bo'ladi. O'sha respons orqali veb sahifani bizga yuboradi va brauzer bu javobni qabul qilib oladida, o'sha jo'natilgan HTTP, JavaScript, CSS kodlarni bizga veb sahifa ko'rinishida ko'rsatib beradi. Keling, buni misol qilib mana bu yerda ko'raylik. Har bitta veb brauzerda o'sha dasturchilar uchun ataylab dasturlash imkonini beriladigan xizmatlari mavjud. Mana bu yerda eng pastida, endi sizda qaysi til turgan bo'lsa, boshqacha so'z turgan bo'lishi mumkin. Eng pastdagi qismini ochib olsak, punktni, mana bu yerda network degan qismida kuzatishimiz mumkin bu narsani. Xo'sh, keling, men o'sha o'zimizni veb sahifani nomini kiritaman. XAA Versal App. Xo'sh, mana bu yerda ko'rib turganingizdek so'rovnoma jo'natildi. Mana bu yerda o'sha so'rovnomaning nima deydi,
ma'lumotlari. Bularga ham hali keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda veb sahifaning nomi, requestning metodi, bularga ham alohida mavzular bor va xo'sh, mana bu yerda esa bizga kelgan javobni ko'rishimiz mumkin. Mana bu biz yozgan veb sahifamiz uchun yozgan kodimiz va mana shu kodimiz brauzerda o'qib talqin qilinib, chunki brauzer buni tushunadi. Oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdek, HTML bu mashina tushunadigan kod deb aytib o'tganmiz. Bu narsani brauzer tushunadi va mana bu shaklda kelgan javobni bizga ko'rsatib beradi. Xo'sh, juda ham bir murakkab emas. Tushunish. Xo'sh, mana bu yerda bir qancha atamalar mavjud. Keling, shularga ham qisqacha to'xtalib o'taylik. Web o'zi nima degani? World Wide Web bu internetdagi web sahifalarning tarmog'i degan ma'noni anglatadi. HTTP bu Hypertext Transfer Protocol, ya'ni brauzer. Hozir men ham Chrome ishlatib o'tiribman. Chrome bo'lishi mumkin, yo Mozilla bo'lishi mumkin, yo Internet Explorer bo'lishi mumkin. Bular hammasi web brauzer va web server, ya'ni o'sha web sahifa joylashgan server o'rtasida ma'lumot almashishni ta'minlaydigan protokol deb tarjima qilsak bo'ladi, yo bo'lmasa qoida, tartibi deb o'zbek tiliga tarjima qilsak bo'ladi. HTTPS esa xuddi shu narsani kengaytirilgani, ya'ni secure, ya'ni bu yuboriladigan so'rovnomalar shifrlangan bo'ladi. Ya'ni o'sha boshqa uchinchi kishi bu so'rovnomalarni ko'ra olmaydi, o'qiy olmaydi. Zamonaviy veb sahifalar deyarli hammasi bugungi kunda HTTPS bilan, ya'ni o'sha shifrlangan protokol orqali amalga oshiriladi. Internet xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Mana bu so'rovnomamizga ko'rsangiz, mana bu yerda ham HTTPS ishlatilgan, ya'ni shifrlangan protokol. Bu narsa o'sha veb sahifamizning xavfsizligini ta'minlashga hissasini qo'shadi. Keyingisi HTTP request degan atamani ko'rdik mana bu yerda. Ya'ni shu protokol orqali request, so'rovnoma jo'natish veb sahifa serveriga. HTTP response esa shu yuborilgan so'rovnomaga berilgan javob ma'nosini anglatadi. Xohlagan paytda agar yodingizdan chiqib qolsa, veb sahifamizga o'tib, atamalarni ham mana bu oson va tushunarli qilib ko'rsatilgan rasmni ham boshqatdan ko'rib, yana tushunib olishingiz mumkin. Keling, bitta birinchi o'sha veb sahifamizni yozaylik. Bu har doim standart desa ham bo'ladi. Ya'ni Salom dunyo deb birinchi yoziladigan programmalar nomlanadi. Keling, birgalashib shuni yozaylik. Xo'sh, buni yopamiz. Notepad eslaringizda bo'lsa, Notepadda ustanovka qilib olgan edik. Xo'sh. Keling, buni saqlanib qilamiz. Mana bu yerda fayl qismiga o'tib save as qilsak, qayerda saqlashni xohlayotganimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerga yangi papka qo'yib olamiz va 5-dars deb nomlaymiz. Darsimizning nomi webning ishlash mexanizmi. Bunisi adashmasam bu birinchi dars emasdi, 4-dars edi. Keling, shuni to'g'rilab qo'yaylik. Oldingi darsimizda birinchi dars deb qo'ygandik. Birinchi yozgan kodimiz bo'lishi mumkin, lekin bu birinchi darsimiz emas. Shuning uchun keyingi darslarimizda chalg'itmasligi uchun
tartib raqamini to'g'irlab qo'ymoqchiman. Xo'sh, mana bu yerda saqlanib qilamiz. Faylimizning nomini index.html deb nomlaymiz. Yodlaringizda bo'lsa, aytib o'tgandik, bu o'sha index.html har doim veb sahifaning boshlanish yo bo'lmasa eng asosiy fayli index.html deb nomlanadi. Xo'sh, kelinglar, bu safar o'sha kopirovat вставить qilmaymizda, kodni o'zimiz qo'lda yozib chiqamiz. Eslaringizda bo'lsa, birinchi qatorda yoziladigan kodimiz bu doctype html, ya'ni brauzerga ma'lumot beryapmizki, HTMLning qaysi versiyasini ishlatishni xohlaymiz. Agar shunchaki HTML yozilsa, bu HTMLning oxirgi versiyasi, ya'ni 5-versiyasini ishlatishni xohlaymiz deb ko'rsatma beryapmiz. Keyin esa HTMLning asosiy o'sha tagini kiritamiz. Ochuvchi va yopuvchi tag. Oldingi darsimizda buni ham aytib o'tganmiz. Bu HTML tagga qo'shimcha ma'lumot berishimiz mumkin veb sahifamizning tili haqida. Bu lang atributi orqali amalga oshiriladi. Keling, buni uz deb kiritib qo'yamiz. Keyingisi, eslaringizda bo'lsa, HTML tagimiz ikkita asosiy qismdan iborat. Birinchisi bu head, ikkinchisi esa body. Buni ham yopib olamiz. Farqlarni tushunib olgansizlar deb umid qilaman. Agar eslaringizda bo'lsa, qisqacha qilib takrorlab o'taman. Head qismida bu brauzer uchun veb sahifamiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Bu yerga kiritiladigan ma'lumotlar veb sahifa ochilganda ko'rsatilmaydi. Barcha foydalanuvchiga ko'rsatiladigan qismlar bu body qismiga kiritiladi. Keling, head qismiga o'sha eng kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu birinchisi meta charset, ya'ni UTF-8. Bu o'zini o'zi yopadigan tag. Mana bunday qilib yopsak ham bo'ladi, yoki buni kiritmasdan ham yopsak bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Kichkina harf bilan emas, katta harf bilan. UTF-8, ya'ni veb sahifamizda o'sha eng zamonaviy belgilar to'plamini ishlatishni xohlaymiz degan ma'noni anglatadi. Ya'ni brauzer agar UTF-8 deb kiritsak, deyarli barcha kiritgan o'sha zamonaviy belgilarimizni tushuna oladi, hech qanaqangi muammosiz. Va title'ni kiritamiz. Bu o'sha veb sahifa ochilganda tepadagi qismida veb sahifani nomini ko'rsatish uchun. Keling, bu yerda salom dunyo yo bo'lmasa mening birinchi veb sahifam deb nomlaymiz. Bosh harflar bilan. Va body qismida faqatgina salom dunyo deb yozamiz. Buni saqlanib qilib oldik. Saqlanib qilish eslaringizdan chiqmasin. Buni tushiramiz. Xo'sh, saqlanib qilgan faylimizga o'tamiz. Va buni mana bu yerda 5-dars. Mana bu yerda saqlanib qildim. Buni brauzerda ochib olamiz. Xo'sh, mana ochib oldik. Mana ko'rib turganlaringizdek, veb sahifamiz brauzerda ochildi. Mana bu yerda o'sha title qismiga kiritgan nomimiz mening birinchi veb sahifam va bu yerda body qismiga kiritgan tekstimiz salom dunyo. Shu bilan shu birinchi juda ham oddiy bo'lishi mumkin, lekin o'sha eng katta dasturchilar ham shu birinchi salom dunyodan boshlashadi. Keyinchalik o'sha
maqsadlarida sobit turishsa, katta-katta loyihalarda ishlay oladigan professional veb sahifachi darajasigacha yetib borishadi. Umid qilamanki, sizlar ham vaqti kelsa shu darajaga yetib olasizlar. Bugungi darsimizda shular. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Salomat bo'ling.